Assalomu alaykum, ekran oldidagi kompyuter havaskallari ham o'qirmanlar. Oldingi soatlik darsimizda sizga kompyuterninki asosiy tuzilishi ham qurilmasininki nazariyasini tunishtirib o'tgan. Bugungi darsda shu nazariyani amaliyot bilan birlashtirib sizga tushuntiraman. Tuvandagi darsda siz bir qancha savollarga javob topa olasiz. Sizning kompyuteringizda qandaq qattiq detallar bor? Sizning kompyuteringizda qandaq yumshoq detallar, ya'ni programmalar bor? Siz kompyuterni qandaq to'g'rilaysiz? Sizning kompyuteringizdagi markaziy bir taraf qilg'ichning tipi qandaq? Sizning kompyuteringizning ichki saqlag'ichining sig'imi qanchalik? Sizning kompyuteringizda qancha qattiq diski bor? Sizning kompyuteringizda qanchalik logikalik diski bor? Kompyuterdagi uchurlarni qandaq zapas saqlaysiz? Nima uchun kompyuterdagi mashg'ulot sistemasi yangilanib turadi? Agar siz Windows 10 mashg'ulot sistemasini qachlamoqchi bo'lsangiz, Windows 10 mashg'ulot sistemasining kompyuter qattiq detaliga bo'lgan talabi qandaq? Kompyuterdagi ichki saqlag'ichlar RAM bilan ROMning qandaq farqi bor? Siz mushu savollarga javob topa olsangiz, o'zingizniki kompyuterni to'liq tushungan bo'lasiz. Mayli siz kompyuterda programmalar ilang, rasmlar ilang, kino film ishlang yoki boshqa mashg'ulot olib bering, siz kompyuterni obdan bilishingiz kerak. Bo'libmi kompyuterda bir injener bo'lib yetishish uchun siz o'zingizning kompyuterni to'liq bilishingiz kerak. Undaq bo'lsa, tuvandagi mashg'ulotlarga diqqat qiling. Birinchi savol: sizning kompyuteringizda qandaq qattiq detallar bor? Buning inglizchasi What are your computer's hardware components? Siz kompyuterga qachlangan qattiq detallarni bilmoqchi bo'lsangiz, tuvandagi bir qancha usullar orqali bilalaysiz. Birinchi oddiy usul: kompyuter ekraningizda "Mening kompyuterim" degan mushu programmani ko'rsatasiz. Buni inglizcha "This PC" deymiz. Ondan tizginak, ya'ni mouse deymiz. Shuning o'ng tarafini cheksiniz. Bu yoqda manage deymiz, ya'ni boshqarish degan bir tanlash bor. Bu programni ijro qilgandan keyin mushu kompyuter management, ya'ni kompyuterni boshqarish programmasi ochildi. Bu programma ochilgandan keyin buning ichida device manager, ya'ni uskuna boshqarish degan program bor. Mushu programmani birini cheksangiz, sizning kompyuteringizga qachlangan barliq qattiq detallarniki tizimligi chiqadi. Masalan, yuqoridagi bu desktop, ondan siziq, bu JCRK3DQ degan bu kompyuterning ismi. Birinchisi audio inputs and output deydi. Bu masalan mush kompyuterniki ovoz chiqarish uskunasi bo'ldi. Buning ichida mikrofon bor,
Andın yeni bir mikrofon var. Yani sırtından ulap koyulgan mikrofon. Bunun markası 7 markalık. Andın bunun da speakers var. Yani yanratqı var. Muşu kompüterniki avaz qattiq uskunasi. İkinci kısmı batteries. Yani bu kompüterniki bataryası. Her qandaq kichik tipdagi kompüterniki odatda bataryasi bo'ladi. Onun başka Bluetooth deyimiz. Bu Bluetooth bir aloqalashish uskunasi buldu. Bununki tipi Intel simsiz aloqalash uskunasi. Andın kompüterda kamera var. Bunu cameras yani integrated webcam deganimiz. Mushu kompüterdeki kamera. Andın bu kompüterniki kısımları, bu kompüterniki özü 64 yani merkezi bir taraf kılgıç 64 tiplik. Andın disk drivers deganimiz. Bununki içindeki qattiq diskanın tipi. Andın display adapter deganimiz. Bunun içindeki ko'rsatuvchi taxtasi. Yani Intel yuqori HD'nin o'zi nati suzuk bo'lgan yuqori o'lchamlik. Andın bunun asıkisi Human Interface Devices deganimiz. Barliq şu USB disk soladigan yoki misol kichik sig'imdagi kartini o'qiydigan shu uskunlar. Masalan USB input device deymiz. Bundan başqa mening kompüterimda bir touch screen, yani qo'l bilan orqali shakl bo'ladi. Men buni yo'q qilib etgan. Andın keyboard deymiz. Bu knopka taxtasi. Bu yoqdagi mouse and other pointing device'imizni tizginlar qatorliq. Bu monitorning o'zi ekran deymiz. Hozir meniki kompüterimga 2 ekran chetiqliq. Shunga generic PNP monitor. Andın network adapter. Kompüterdeki Tor uskunasi. Ma'noda masalan Intel Dual Band Wireless. Mesela simsiz Tor uskunasi bor. Ama bu simliq Tor uskunasi bor. Andın Virtual Box'imizni mavhum Tor uskunasi bor. Onundan başqa bu CPU deymiz. Yani merkezi bitrap qilg'ich. Bu markası Intel. Bunun tipi i7 7 tiplik. Bunun tezligi 2 GHz. Yani meniki kompüterimde CPU'da 4 tal bununki merkezi kısmı var. Bu sensör deymiz. Bu sezgüç. Bunu işletmedik. Onundan başqa avaz çıkardıgan. Andın storage deymiz. İçki saxlagıç. Andın sistemin özünün uskunasi deymiz. Andın aldınqı saatda sözləb ötkəndək hər qandaq kompüterdə bas sistem deymiz. Yani asaslıq şu taxta sistemisi. Bunun da PCI tiplik saldırgan taxta közünlüğü var. PCI port var. Andın yine bu başqa mesela ISA bridge deydi. Müşxil ölçümlük var. Şuna kompüterinizdə qandaq qattiq detallarning borligini bilmoqchi bo'lsangiz, siz şu kompüter managementini açıp device managerni açsangiz bo'ladi. Agar siz şu programni bevosita bilsangiz, bu Windows 10 mashg'ulot sistemasida type here to search deydi. Shu yerda izlash qismi bu yoqda siz device manager deb bossangiz, bunu bevosita acha olasiz. Buniki joylashgan o'rni control taxtasi, ya'ni control panel. Mana açdık. Hozir ABQ ekran açıldı. Yoki bo'lmasa siz shu mani boshlang'ichdagi tizimlik deymiz. Start menu inglizcha. Bu tishliq chaqvasi. Mushniki ichidan biz knopka taxtasini açsaq bo'ladi.
Bunun için bu computer this PC deganini besip kompüterini açsınız. Açqandan keyin bu kompüterden mesela manage deganini açsınız. ABQ ko'zdan keyin ochildi. Yoki bo'lmasa mushu yoqda siz bevosita control panel deb bassangiz control panel orqali bu yoqdagi hardware and sound ya'ni qattiq detal ham ovoz deganni bassangiz buning ichidan mushu bar uskuna chiqadi. Mesela mana device manager mushu orqali siz ochib ko'rsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa mushu sistemniki da mesela system uchuri deb bassangiz, buni inglizcha system information deymiz. Buni basgandan keyin sizningki kompyuteringizda mesela hardware bu qattiq detal, yumshoq detal. Masalan, kompyuterniki mashg'ulot sistemasi OS, Microsoft Windows 10 Pro, ishlab chiqargan o'rin Microsoft Corporation. Bu kompyuterniki tipi Inspiron 5547, zavodning o'zi System Manufacturer Dell. Andin processor, yani markaziy bitirib qilg'ich Intel Core i7. Andin BIOS uchuri, yani ROM uchuri A10. Mushamizni ko'ralaysiz. Andin tuanki qismida umumiy ishki saqlag'ich 8 GB. Mushning hammasi sistemdagi qattiq detal uchuri. Shunlashqa birinchi savolga javob berganda siz kompyuterdagi qattiq detallarni qanday bilasiz desiniz, device manager yani uskuna boshqaruvchini ochsangiz, bu kompyuter boshqaruvchini ostida kompyuteringizda knopka taxtasi, keyboard, mouse yani tizginak, ondan ekran, CPU, qattiq diska, ichki saqlag'ich, tor uskunasi, ovoz uskunasi qatorliqlar bor deb javob bersangiz bo'ldi. İkincisi, what applications are installed on your computer? Yani sizin kompüterinizde qandaq yumshoq detallar bor. Odatda kompüterga qachlangan yumshoq detallarni ko'mak nihoyat oson. Bo'libmi, shu so'l tarafdagi tizimlikni ochsangiz, sizning kompüteringizga qachlangan barliq detallarni ko'rasiz. Ya'ni yumshoq detallarni ko'rasiz. Masalan, menikida video editor deydi. Yani sinni tahrirlagich. Onun başqa PDF önceden qo'yilgan Acrobat Reader, ondan virus qarashtirish yumshoq detalli AVG, ondan Microsoft'niki Word programmasi, Excel programmasi, PowerPoint, torbat yasaydigan Microsoft Expression Web 4, ondan saldiq ambar boshqaruv sistemasi, SQL Server Management. Onundan başqa yana başqa programlar bor. Mesela menikida Java program bor, Python program bor. Ondan Notepad++ deymiz, ya'ni qo'shilg'ich, bu tahrirlagich, Paint 3D, 3 o'lchamlik surat tahrirlagich. Bundan başqa yana nurg'ulagan programlar bor. Bu Visual Studio degan programma, bu .NET'te kod yazılgan program bor. Mushning ondan Windows'ning o'zining programmasi. Buni yerdan ko'ralaysiz. Yoki bo'lmasa, bu izlash ko'znikida siz apps ondan features deb bassangiz, bundan da chiqadi. Masalan, system settingsning ichida bor ekan. Mushu Windows 10 sistemiga qachlangan programlar. Masalan, bu programning hammasini mishanda ko'ralaysiz. Shunga siz sistemiga qachlangan qandaq programning borligini bilmoqchi bo'lsangiz, yuqorqi degandek, bu tizimlikdan yoki bo'lmasa, mayaki apps and features deganni ko'rsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa siz kompyuterniki this PC deganni ochib,
Andın bunundan kompüter deganni ochgandan keyin ma kompüterdan bu yoqdagi ma uninstall or change a program. Yani programlarni o'chirib o'tish yoki o'zgartirish degan ma'no olsangiz, sizniki kompyuteringiz qachlangan barliq yumshoq detallar yoki programmalar ko'rindi. Endi tuvandagi savollarni ko'rib boqaylik. Siz kompyuterni qandoq to'g'ri ulaysiz? Kompüterni torga ulashda bir necha usulni qo'llansangiz bo'ldi. Ya'ni agar sizning kompyuteringizda simsiz torga ulash iqtidori bo'lsa, simsiz torga ulaysiz. Buni Wi-Fi deymiz. Agar simsiz torga ulash iqtidori bo'lmasa, buni simliq torga ulasangiz bo'ldi. Buni qandoq ulashni siz shu kompyutering saplangan qattiq detallar orqali bilasiz. Masalan, hozir meniki kompyuterim bu simsiz torga ulangan, şu qismida simsiz torga ulangan, bu simsiz torning belgisi. Agar buni uqqanmasangiz, siz kompyuterdagi bu device manager degan assangiz, ya'ni qattiq uskunalarni boshqarish deganni assangiz, moshina ichidagi network degan qismi bor, ya'ni tor qismi. Masalan, bu simsiz tor uskunasi, bu simliq tor uskunasi. Şuna ikki xil usul orqali ulashga bo'ldi. Hozir mening kompyuterimda buni simsiz torga ulagan. Sizning kompyuteringizdagi markaziy bir taraf qiluvchining tipi qanday? Bu markaziy bir taraf qiluvchining tipini odatda siz shu qattiq detalni boshqarish programmasidan bila olasiz. Masalan, kompyuterga siz device manager deb izasangiz, Abaqi uskuni boshqarish programmasini ochasiz. Ochgandan keyin buning ichidagi processor deganni ossangiz, menikida Intel markaliq markaziy bir taraf qilg'ich. Buning tipi i7, tezligi 2.00 GHz, ya'ni 4 qismi bor. Buningdan boshqa Windows 10 mashinasimizda siz bu eng ostidagi qismida tizginning o'ng tarafini cheksiniz, ya'ni shu bu yoq deymiz, mousening o'ng tarafini cheksiniz. Bu yerda Task Manager degan bir program bor, ya'ni vazifa ijro qiluvchi deymiz, boshqaruvchi. Buni ochgandan keyin kompyuterniki ichki qismida performance deymiz, ya'ni shu kompyuterning hozirgi ishlash iqtidori. Mana bu CPU degan dal mening kompyuterimdagi qattiq detal bo'lgan markaziy bir taraf qilg'ich. Buning tipi Intel i7, i7 sig'imi 2.00 GHz surati. Endi mega qarasangiz, bunda core, ya'ni 2 tal markaziy qism bor, 4 tal logikal qism bor. Hozir bu CPU'niki faqat 14% ishlatish holatda. Agar men ma'lum bir programni ijro qilsam, buning ishlatish programmasi noiti ishlatish persenti yuqorilaydi. Masalan, yerki Adobe Acrobat'ni ochib boqaylik. Ochganman, mana 20% ga chiqdi. Chunki mana 34%. Agar men hozir o'chirib etsam, buningki persenti tuvallaydi. Chunki qandaq vaqtida kompyuterda ma'lum bir programma yechilgan vaqtida ichki saqlag'ich bir qism uchurlarni o'ziga qo'shadi. Ichki saqlag'ich markaziy bir taraf qilg'ich orqali ishlaydi. Masalan, buni hozir o'chirib etay. O'chirib etsam, mana CPU'ningki ishlash persenti tuvalab mangadi. Tuvandagi savol, sizning kompyuteringizning ichki saqlag'uchining sig'imi qanchalik? Ya'ni what is the memory size of your computer? Kompyuterningki ichki saqlag'uchining sig'imini bilmak nihoyat oson. Kompyuterningki shu ekranning ost qismidagi ma'lum ishlanish holatidagi bir doir deymiz, o'ng tarafni chekib,
Maki vazifa boshqarg'ich, ya'ni task managerni açsanız, bunun ichida performance degan bo'lak bor. Mavo memory dal ishga saqlag'ich. Meningki umumiy sig'imi meyada ko'rib turibsiz. Umum sig'imi 7,9 GB, hozir 43% ishga saqlag'ich ishlanish holatida. Bunun ichidagi beka bo'lgan ishga saqlag'ich yana 3,3 GB. Ondan buningda ishga saqlag'ichniki 2 slot deymiz, ya'ni 2 ko'znak, har ikkisi ishlayotidi. Bu ishga saqlag'ichniki tipi SODIMM. Şu ishga saqlag'ichniki tipi. Mushadan bilishga bo'ladi. Agar men ma'lum bir programni ijro qilsam, bu ishga saqlag'ichniki persenti eshib mangdi. Chunki kompyuter ishlash jarayonida bir qism programlarni ishga saqlag'ich saqlab, ijro bo'lib bo'lgandan keyin ishga saqlag'ichdan o programni chiqarib o'tadi. Shunga shu persenti nihoyatda muhim. Agar sizning kompyuteringizdagi ishga saqlag'ichi ninki ishlanish persenti 100% yetib ketsa, kompyuteringizning surati intayin astlab ketadi, boshqa programlarni ijro qila olmaysiz. Tuvanda men sizga kompyuteringizdagi saqlag'ich bo'lgan qattiq diskni tushundirman. Ya'ni sizning kompyuteringizda qancha qattiq diski bor? How many hard disks do you have on your PC? Odatda siz kompyuterningki shu this PC'ni olsangiz, masalan menikida CMD deb 2 mavhum diski bor. Bunga qarab mening kompyuterimda 2 diski bor deb desangiz bo'lmaydi. Masalan buni ko'rish uchun siz bu izlash holatida disk management, ya'ni men diskni boshqaradigan programni qo'zg'ataman deb bassangiz, masalan ama ekranda chiqdi create and format hard disk partitions deb. Bir narsani eskartib o'tay. Agar siz diskninki tuzilishini obdan bilmasangiz, bu mashg'ulotni yapamang. Chunki uqmay diskni cho'ngaytib yoki diskninki bo'lingan qismini cho'ngaytib yoki kichiklatsangiz, balkim siz bir qism kompyuterda bo'lgan uchurlarni yuvitishingiz mumkin. Masalan, men disk management, ya'ni diski boshqarg'ich programmasini ochdim. Bundan ko'rishga bo'ldiki, menikida bir disk bor, ya'ni disk 0 deydi. Umumiy sig'imi 931.50 GB. Bu disklar bu ko'k holatdagi qismi primary partition deydi, ya'ni mashg'ulot sezimiz qachlangan qism. Deepen men yana bir rayonga bo'lgan. Albatta bu CD'ning o'zi logikalik shu rayon bo'ladi. Masalan, diski 1, bunun ichida 2 logikalik rayon bo'ladi. Agar siznikida diskidan ikkisi bo'lsa, bu yoqda chuqur yana bir disk 1 deb birsi chiqish kerak. Shu andan hozirgi holatda diskniki bu sog'lomlik holati, bu yerda healthy deydi. Bu diskniki sog'lomlik holati hozir sog'lom ishlayotgan gap. Ondan bu degan qismi demak sizniki mashg'ulot sistemasi qachlangan qismini boot qismi deymiz. Bu birisi, agar siz bu disk managementni yozolmasangiz, bu this PC deganni tizginlik orqali o'ng tarafni chekib, manage deganni ossangiz boshqarish. Bu yoqdan disk managementni ossangiz bo'ladi. Bu yoqda mu acha olasiz. Ondan bu yoqda mu o'xshashli ko'rasiz. Masalan, bir diski bor. Bu diska CMD 2 logikalik rayonga ayrilgan. Agar siznikida shunday unallocated deydi, bir bo'shliq bo'lib qolsa, shu bo'shliqni siz yana logikalik diskiga bo'lsangiz bo'ladi. Keyingi savol, sizning kompyuteringizda qancha logikalik diski bor?
Yani how many logical drivers do you have on your PC? Muşu kompüteri ko'rib turibsiz. Meninkida C, D qatorliq ikki logikalik qo'zg'atqich bor. Ya'ni shu diskning ikki rayonga bo'lgan. Buni siz kompüter management programının ostidagi disk management orqali ko'ra olasiz. Yoki bo'lmasa this PC'ni olsangiz necha logikalik diski borligini bu yoqdan ko'ra olasiz. Tuvandagi savol: kompyuterdagi uchurlarni qanday zapas saqlaysiz? Yani how do you back up the data on your computer? Odatda kompyuter uchurlarni zapas saqlash intayin muhim. Chunki kompyuterdagi uchurlar balkim virus tufaylidan yo'qolib ketishi mumkin, yoki siz uqmay o'chirishingiz mumkin, yoki siz ma'lum diskini cho'ngaytdim, kichiklatdim deb diskini yuvib tashlashingiz mumkin. Shuningga uchurlarni zapas saqlash kerak. Odatda zapas saqlash intayin oson. Ya'ni siz yana bir qo'shimcha saqlag'ich, ya'ni odatda USB diski deymiz yoki boshqa diskini elib kompyuteringizni chetib ko'chirib olsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa siz kompyuterda avtomatik holda uchurni zapaslaydigan qilib qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun siz bu type here to search degan, ya'ni izlash ko'znikiga backup deb kirgizsangiz, backup degani kompyuterni zapas saqlaydigan qismini xoslashtirish. Shu backup settings ochgandan keyin bu backup programmasi açıldı. Backup using file history, ya'ni hujjatniki tarixiga asosan zapaslash. Bunun da ada drive deydi. Masalan siz shu zapas saqlaydigan bir diskini baktisiz, hatta menikida hozir diski yo'q. Manda more option, ya'ni ko'plagan shu tanlashni ko'raman deb olsangiz, bunun ichida C advanced settings'ini alayida qismi. Bu orqali siz ma'lum bir boshqa diskini tanlab, shu diskiga uchurlarni ko'chirib olsangiz bo'ldi. Hozir men bu uchurlarni zapas saqlaydigan narsani qilmadim. Chunki mening kompyuterimda barliq uchurlarni shu kompyuterniki D diskisiga, ya'ni shu D bo'limiga saqlayman. Shunlashqa odatda agar C pandagi mashg'ul tizimisi buzib ketsa-mu, D pandagi uchurlar turaveradi. Tuvanda ko'rilimiz nima uchun kompyuterdagi mashg'ulot sistemasi yangilib turadi? Bu Excel programma ochilib qoldi. Buni men bir o'chirib o'tay. Yani why do you need to update your operating system over time? Odatda siz kompyuterni o'chirib qo'ysangiz, kompyuterniki orqa qismida shu yangi programlar tushib turadi. Ba'zi siz kompyuterni o'chirib olsangiz, sistemida biz bir uchurni ko'rasiz. Misol uchun Windows is being updated, please wait deydi. Ya'ni Windows hozir yangilanadi, saqlab turing. Do not unplug the power deydi. Ya'ni tokni uzmang deydi. Buning ma'nosi odatda mashg'ulot sistemasi kompyuter qachlangandan keyin Windows bo'lib qolsa, Microsoft har doim sizningki mashg'ulot sistemangizni tekshirib turadi. Ondan shu mashg'ulot sistemasi paydinpay mukammallanib mangudi. Masalan, xatoliklarni o'zgartirdi, yangi iqtidorni qo'shadi. Shu mezgillarda agar sizningki kompyuteringizdagi mashg'ulot sistemasi Microsoftning sistemasidan sal keyin bo'lib qolsa, avtomatik holda sizningki uchuringizni sizningki shu mashg'ulot sistemasini yangilaydi. Shuningga mashg'ulot sistemasiningki yangi iqtidorni qo'shish, mashg'ulot sistemasida ko'rilgan masalalarni hal qilish orqali sizningki sistemangiz yangilib turadi. Keyingi savol,
Windows 10 mashg'ulot sistemasininki kompyuter qattiq detallarga bo'lgan talab qanday? Men tuvanda bu savolni miyaga qo'yish orqali sizga bir narsani eskartmoqchi. Siz kompyuterga har qanday bir programmani qachlashdan avval oldi bilan shu programmaning kompyuterga bo'lgan talabini bilishingiz kerak. Ya'ni kompyuterningki qattiq detallarga bo'lgan talabini bilish kerak. Buning inglizchasi What is the hardware requirement for Windows 10? Misal uchun siz kompyuteringizga Adobe Photoshopni qachlayman deysiz. Lekin sizning kompyuteringizga qattiq detalninki agar shu sapilnishi, shu yumshoq detalninki talabini kuchga ega qilmasa, u chaqda u programni qachlagan bilan program ishlamaydi. Shunglashqa siz har qanday vaqtda mayli qanday programni qachlang, shu programninki qattiq detalga bo'lgan talabini bilishingiz kerak. Undaq bo'lsa, shu talabini qanday bilamiz? Bu nihoyat oson. Siz bir Tor ko'rgishni ochib, ya'ni browser. Men davomli Google Chrome ishlataman. Buniga masalan Windows 10 hardware requirements deb bassam, Microsoft Tor bitinki shu talabi chiqadi. Windows 10 system requirements and specifications. Buni ochgandan keyin buni ko'rishga bo'ldiki, masalan system requirements deydi. Sizningki kompyuteringizga Windows 10 ni qachlash uchun chuqur prosessor, ya'ni markaziy bir taraf qilishdan 1 GHz tezlik bo'lishi kerak. Ondan RAM, ya'ni ishki saqlag'ishdan eng oz bo'lganda 32 bitlik CPU bo'lsa 1 GB, 64 bitlik CPU bo'lsa 2 GB bo'lishi kerak. Qattiq diskininki sig'imi, ya'ni hard disk space oz bo'lganda 16 GB yoki 20 GB bo'lishi kerak. 64 o'lchamlik mashg'ulot sistemasiga. Ondan graphic card, ya'ni display kartasiga chuqur DirectX 9 ni qo'llaydigan bo'lishi kerak. Ondan sizniki ekraningizningki o'lchami 800 dan 600 dan yuqori bo'lishi kerak. Mushu uchurni siz Tordan ko'ra olasiz. Yoki bo'lmasa, misol uchun siz kompyuteringizga masalan Adobe Photoshopni qachlamoqchi, ya'ni rasm bir taraf qiladigan sistemni qachlamoqchi. Shun buniga Adobe Photoshop System Requirements deb ma'ni bassangiz, bundan ko'rishga bo'ldiki, masalan Windows'dan Intel Pentium 4 bo'lishi kerak. Windows 7 dan yuqori bo'lishi kerak, 8 yoki 8.1. RAM'dan 2 GB bo'lishi kerak. 8 GB talab qilindi. Ondan sig'imiga eng oz bo'lganda 2.6 GHz, 2.6 GB shu bo'shliq bo'lishi kerak. Buni siz bu tuvandagi ulanishdan ko'ra olasiz. Shunlashqa har qanday vaqtida bir yumshoq detalni qachlashdan oldida ashniki qattiq detalga bo'lgan talabini tekshirish intayin muhim, ham tekshirmak nihoyat oson. Endi tuvanda ki savol: What is the difference between RAM and ROM? Ya'ni kompyuterdagi RAM bilan ROMning qanday farqi bor? Oldingi soatda men sizga deb o'tgandek, RAM degani Random Access Memory'ning qisqartmasi, ya'ni kompyuterdagi o'qishga ham yozishga bo'ladigan ichki saqlag'ich. ROM degan Read Only Memory, faqat kompyuterdagi o'qishga bo'ladigan ichki saqlag'ich. Odatda RAM deganimiz o'zi kompyuter qo'zg'algan vaqtida uchurlar saqlanadi, kompyuter o'chgan vaqtida uchurlar undan juilib mangadi. Lekin ROM degani odatda shu kompyuterni ishlab chiqargan zavod yozayotgan bo'ldi. Masalan, tuvanda men bir rasmni ochay. Tuvanda ko'ringan shu rasm, masalan Dell Latitude deydi, kompyuterning tipi i7470. Shu tipli kompyuterningki masalan System uchuri, System Information,
Batarya uçları, battery information, boot sequence, mesela qo'zg'atish tartibi, hem date time, kun, hem saat, andın network kartası, muşu hammasi uçları ROM'ga yazılgan bo'ldi. Mesela BIOS degan del ROM bo'ldi. Shuningdek, ROM bilan RAM'ning farqi, ROM'dagi uçurlar zavoddan bevosita yozib o'tilgan bo'ladi. Bu uçurlarni biz foydalanamiz. Bu uçurlarniki bir qismini o'zgartirishga bo'ladi, bir qismini o'zgartirishga bo'lmaydi. Lekin RAM degan Random Access Memory odatda kompyuterniki qattiq detal qismiga saqlangan karta bo'ladi yoki bo'lmasa biz ayrim shu ichki saqlovchiniki buni inglizcha chip deymiz yoki memory stick deymiz. Shuni asos taxtiga kirgizgan bo'ladi. Bu odatda shu markaziy bir taraf qilg'ich bilan program o'tirsidagi uchur almashtirishda ko'riklik rol o'taydi. Bugungi darsimizda men sizningki kompyuterdagi shu qattiq detal ham yumshoq detallarni qanday tekshirish, markaziy bir taraf qilg'ichini qanday tekshirish, ichki saqlovchining sig'imini qanday tekshirish, qattiq diskini qanday tekshirish, logikalik diskini tekshirish, hem kompyuterdagi uchurni qanday zappas saqlash, mashg'ulot sistemasininki yangilanib turishining sabablari, Windows 10 mashg'ulot sistemasininki kompyuterga bo'lgan talabi, hem kompyuterdagi RAM bilan ROMning farqini so'zlab o'tdim. Bu darslikni anglag'iningizga ko'p rahmat. Davomini keyingi sonda chiqaraman.